30 sekundda levelingizni bilib olamiz. Tayyormisiz? Men hozir sizlarga 4 ta savol beraman va bularga javob berishingiz orqali ingliz tili darajangizni bilib olishingiz mumkin. Qani ketdik. Birinchi savol. O'zingiz haqingizda to'xtamasdan 1 daqiqa gapirib bera olasizmi? Ikkinchi savol. Qandaydir vlog yoki kinoni subtitlesiz ko'rib tushuna olasizmi? Uchinchi savol. 200 ta so'zdan ortiq bo'lgan biror bir insho yoza olasizmi? Va 4-chi savol. Notanish mavzuda o'zingizni fikringizni erkin himoya qila olasizmi? Endi tekshiramiz. Agar 1 yoki 2 savolga yo'q deb javob bersangiz, demak, darajangiz A2 va B1 atrofida. Agar 3 ta savolga ha deb javob bersangiz, demak siz B2 sari ketyapsiz. Agar barcha savolga ha deb javob bergan bo'lsangiz, tabriklayman, siz C1 daraja uchun qadam tashlab qo'ydingiz. Lekin esda tuting, level bu shunchaki daraja. Asosiysi har kuni qilinadigan kichik harakat. Assalomu alaykum.